Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Xabar berilganidek, kecha davlatimiz rahbari Qozog'iston Respublikasi prezidentining taklifiga binoan Ostona shahrida Markaziy Osiyo Xitoy ikkinchi sammitida ishtirok etdi. Mazkur jonli muloqotimiz Markaziy Osiyo va Xitoy o'rtasidagi hamkorlikning yangi bosqichi Markaziy Osiyo Xitoy ikkinchi sammiti natijalariga bag'ishlanadi. Studiyaga Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti raisi o'rinbosari Ibrohimjon Jo'raboyev hamda Jamoat xavfsizligi universiteti dotsenti Asror Sattorovni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Muhtaram ekspertlar, kechagi voqea bu nafaqat mintaqa uchun dunyo miqyosida bu katta bir muhokamaga, katta bir fikrlar aytilayotgan bir mavzu bo'lib turibdi. Bevosita mana shu Markaziy Osiyo Xitoy ikkinchi sammiti voqealari albatta bu mintaqani taraqqiyotida juda katta bir muhim o'rin tutayotganligi, bu keyingi bu hamkorlikning yangi bir bosqichini belgilab berilayotgani alohida ta'kidlanyapti. Sammit arafasida davlatimiz rahbari Xitoy Xalq Respublikasi raisi bilan ham uchrashuv o'tkazdi. Dasta avval mana shu uchrashuv haqida qisqacha bir to'xtalib o'tsak, buni qanday bir ahamiyati bor, qanday bir masalalar ko'rildi? Marhamat. Mamlakatimiz rahbari, demak Xitoy rahbari bilan Ostonadagi uchrashuv chog'ida, ya'ni sammit oldi uchrashuv bo'lib o'tdi va bu uchrashuvda bevosita muloqot, so'nggi yillarda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlik tizimlarini yana ham takomillashtirish. Bizga ma'lumki, 25-yil boshi yanvarda demak muhtaram prezidentimiz Xitoy Xalq Respublikasiga tashrif buyurganlar va juda ko'plab shartnomalar, umumiy platforma 12 milliarddan ortiq bo'lgan demak shartnomalar imzolangan edi. Mana shularda demak o'sha o'ziga xos bir hisobot muhokamasi, undan tashqari so'nggi yillarda Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yana ham jadallashtirish bo'yicha kelishuvlar imzolandi. Bundan tashqari ayniqsa mana Xitoyda so'nggi yillarda yashil texnologiya, sun'iy intellekt bo'yicha olib borilgan texnologiyalarda mamlakatimiz bilan hamkorlikni yana ham jadallashtirish, O'zbekiston hududida ham mintaqaga muhim bo'lgan infratuzilmalar shakllantirish bo'yicha qator kelishuvlarga imzolandi. Yana bir quvonarli holati O'zbekiston demak ancha yillardan beri harakat qilayotgan demak Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasini aynan Xitoy tomonidan qo'llab-quvvatlanishi hamda Xitoy Xalq Respublikasi bilan mana shu masalada Jahon savdo tashkilotining eng yirik iqtisodiyotga ega bo'lgan a'zosi tomonidan qaysidir ma'noda demak o'sha kelishish va O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga kirishiga xayrixohlik bildirish bo'yicha bir muloqot imzolandi. Bularning hammasi demak sammit oldi O'zbekiston Xitoy o'rtasidagi o'zaro demak so'nggi yillarda olib borayotgan hamkorlik jarayonini jadallashtirishga, qolaversa demak o'sha imzolagan shartnomalarni sarhisob qilishga umuman olganda xizmat qildi. Ibrohimjon, O'zbekiston Xitoy o'rtasidagi o'sha hamkorlik haqida so'z yuritilganda 2024-yilda 14 milliard AQSh dollarlik tovar ayirboshlaganligi, investitsiya loyihalari portfeli 60 milliard AQSh dollarga yetganligi bu kichik raqam emas masalanda. Ikki tomonlama mana shunday bir hamkorlikni rivojlanishiga qanday bir ta'sir qiladi o'zaro mana shu kechagi ikki davlat yetakchilarining uchrashuvi? Bilasizmi, boshqa har qanday qudratli, endi majoziy ma'noda imperiyalarda zamonaviy qudratli davlatlardan Xitoyning farqi shundaki, uni qudrati uni harbiy salohiyatiga emas, balkim savdo, uni yumshoq kuchiga asoslanadi. Ya'ni Xitoyni ekspertlar savdo imperiyasi ham deb atashadi. Shu nuqtai nazardan Xitoy uchun juda muhim bo'lgan bir jihat uni sheriklari bilan munosabatlarida bu ishonch. Ya'niki xitoylik tadbirkorlar, Xitoy hukumati qayerga sarmoya kiritadi, kim bilan hamkorlik qiladi, qachonki u o'sha davlatni xavfsizligiga, uni kiritayotgan sarmoyasi u yerda xavfsiz holatda bo'lib daromad olib kelishiga ishonsagina, shu holatdagina u davlatlarga u texnologiya olib kiradi, pul tikadi va hokazo. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston rahbarini ikki tomonlama ko'rinishda yoki mintaqa va Xitoy ko'rinishidagi aloqalarda doimiy Xitoy bilan aloqada bo'lishi bu o'sha munosabatlarni pulsini saqlab turish va biz tushunamizki, Xitoy yuqorida aytganimizdek iqtisodiy nuqtai nazardan juda qudratli va uni texnologik, iqtisodiy va bilimidan biz foydalanishimiz kerak, to'g'ri ma'noda. Va shu Xitoyning oqimiga qo'shilgan holda o'zimizni potensialimizni, kelajagimizni shu yuqori qiymatli mahsulotlar, texnologik yutuqlar orqali o'sha siyosatimizning oxirgi nuqtasi bu xalqimizning farovonligi bo'lsa, shu maqsad yo'lida Xitoydan to'g'ri ma'noda foydalanishimiz kerak deb hisoblayman. Holatni yana ham bir aniq bir faktlarga tayanib izohlaydigan bo'lsak, Xitoyda hozir adashmasam yalpi ichki mahsuloti 18 trillion AQSh dollariga yetdi. Dunyodagi ikkinchi iqtisodiyot. Kuchli qudratga ega bo'lgan davlat sifatida qaraladi. Aholi soni ham 1 milliard 400 million atrofida. Bu
kichik raqam emas, juda katta bir bozor Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham. Xitoy bilan Markaziy Osiyo o'rtasidagi mana shunday hamkorlik modeli, ya'ni Markaziy Osiyo Xitoy hamkorlik mana shunday formatini shakllanishida qanday bir ahamiyati bor, bu o'zaro hamkorlikning rivojlanishida. Masalan, bu jihatiga ham bir izoh bersak, o'z navbatida bu ikkinchi marta bo'lib o'tyapti. Birinchisi Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgandi 2023-yilda. Albatta juda ko'p kelishuvlar bor edi, katta bir natijalarga erishilyapti. Masalan, buni kelishuvlardan kelib chiqib va o'z navbatida kechagi bo'lib o'tgan Ostona sammitida, ikkinchi sammitida bevosita yangi bir bosqichda rivojlanishi alohida ta'kidlab o'tilyapti ekspertlar tomonidan. Bu hamkorlikning rivojlanishini. Marhamat. Markaziy Osiyo plus Xitoy formati demak 2023-yil ikki davlat, ya'ni bir tomon mintaqa davlat tashabbusi bilan ilgari surildi. Albatta buni ham asosiy tashabbuskori Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Si Szinpin hamkorligida bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bu format 2023-yil 18 may kunlari Xitoyda, demak Sian shahrida birinchi yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda ham Sian deklaratsiyasi qabul qilingan. Sian deklaratsiyasi mohiyati shuki, ana shu mintaqaning 5 davlati va Xitoy o'rtasida savdo aloqalari, bu savdo aloqalari ham so'nggi yillardagi eng bir ilg'or texnologiyalar yordamida yashil energetikani rivojlantirish va turli aytaylik o'sha hamkorlikni turli jabhalarini jadallashtirishga qaratilgan shartnoma hisoblanadi. Shu o'rinda men aytmoqchimanki, Xitoyda demak o'sha 5 respublika bilan hamkorlikdagi investitsion hamkorligi va bu mintaqaga kiritgan demak tashqi savdodagi ulush ham juda yuqori hisoblanadi. Umumiy hisobda bu prezidentimiz ma'ruzasida kecha aytib o'tdilar, 100 milliard yaqinlashyapti, ya'ni oxirgi ma'lumotlarda 95,4 milliard dollar tashkil qilmoqda. Va bu o'rinda albatta Qozog'iston yetakchi, ya'ni Markaziy Osiyo hududiga ajratilgan mablag' va o'zaro savdo hamkorlikda 48% hozirgi kunda Qozog'iston Respublikasi to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston esa o'sha tashqi savdoda, ya'ni Xitoyda Markaziy Osiyo bilan savdosida ham yetakchi o'rinda turadi. Umumiy bizda demak yuqorida aytilgandek 14 milliard dollarga yaqin, 13.7 milliard bu o'sha Xitoy va Markaziy Osiyo bilan savdo hamkorligini deyarli 15%, 14.8% tashkil etmoqda. Keyingi o'rinlarda albatta Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston mamlakatlari ham, ularda ham salmog'i o'ta yuqori. Mana eng past Tojikistonni ham oladigan bo'lsak, 3.8 milliard va mintaqadagi 4% savdoni Tojikistonga to'g'ri ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda bu platforma mintaqa mamlakatlariga, ayniqsa bugungi kunda buni prezidentimiz ham ma'ruzalarda aytib o'tdilar, ishonch muhiti yo'qolayotgan, dunyoda har xil geosiyosiy manfaatlar, turli bir guruhlar, yo'nalishlar paydo bo'layotgan paytda bu mintaqani o'ziga qo'shni bo'lgan, iqtisodiy barqaror bo'lgan mintaqa bilan yaqinlashuvi va mintaqada ayrim o'sha muammolar tufayli dunyoning turli nuqtalarida savdo, yalpi ichki mahsulot, iqtisodiy barqarorlik pasayib boryapti-da. Lekin bizning mintaqamizda Markaziy Osiyoda so'nggi yillarda ayniqsa mana shu qo'shni mamlakatlarimiz, ular bilan hamkorlik kuchaytirish va to'g'ri yo'llardan, infratuzilmadan foydalanish va mana shunaqa formatlarda yo'lga qo'yish orqali savdo hamkorlarimiz kuchayib, yalpi ichki mahsulot barcha, ya'ni 5 ta respublikada rivojlanib boryapti. Va shu o'rinda ham aytib o'tish kerak, Markaziy Osiyo plus formati hozirgi kunda 10 ta shunday format mavjud va 40 dan ortiq davlat bilan bu plus formatdagi hamkorliklar yo'lga qo'yilgan. Eng istiqbollisi so'zsiz aytish kerak, Markaziy Osiyo plus Xitoy formati hisoblanadi. Yonqo'shnimizda Xitoy juda katta bir bozor, yuqorida aytyapmiz. Jadallik bilan iqtisodiyoti rivojlanib boryapti. Texnologiya, innovatsiya rivojlanyapti. Hali muloqotimiz jarayonida bunga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Ibrohimjon, mana shu Markaziy Osiyo Xitoy ikkinchi sammitida prezidentimiz nutqida bir qator takliflarni ilgari surdilar. Ular nimalardan iborat? Buni qanday bir ahamiyati bor? Ruxsat bersangiz, qisqacha shu sammitga nisbatan bir fikr aytaman, undan keyin davom ettirsam. Bilasizmi, bu yerda bir muhim bizni yutug'imiz va birinchi qarashda ko'zga tashlanmaydigan bir jihatlar bor. Misol uchun, agar 2017-yilgacha bo'lgan davrga e'tibor bersangiz, har qanaqa qudratli davlat bo'ladimi, katta davlat odatda Markaziy Osiyo davlatlariga turne uyushtirardi. Har bir davlatga alohida borib, alohida kelishuvlarga erishardi. 2017-yildan keyin shak shubhasiz buni hamma tan oladi. Shu O'zbekistonni tashabbusi bilan, sa'y harakatlari bilan, yillar davomidagi o'sha tizimli harakati bilan Markaziy Osiyo dunyo tomonidan bir yaxlit mintaqa sifatida ko'rila boshlandi va shundan keyingina mintaqaga tashriflar soni jadal ravishda oshdi. Ungacha bunaqa ko'p sonli raqamlarda va sifatda yutuqlar kam edi. Va O'zbekistonning o'sha maqsadlaridan biri mintaqani yagona bir kuch sifatida taqdim qilish maqsadi amalga oshayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Markaziy Osiyo 80 millionlik bir yaxlit bir bozor sifatida ko'ryapti-da. Albatta, ya'ni siz fikringizga qo'shimcha qilgan tarzda aytaman, Markaziy Osiyo davlatlarini har birini alohida olib qarasangiz,
mintaqaga nisbatan u jozibasizroq, ya'ni mintaqa sifatida jozibali boshqa qudratli davlatlar uchun. Xususan savolingizga qaytsak, prezidentimiz doimgidek juda ko'p tashabbuslar, u xavfsizlik masalasi bo'ladimi, siyosatmi, iqtisodiyotmi, ta'limmi, barchasida faol bo'ldilar va har biriga to'xtalsak, misol uchun meni quvontirgan o'sha doim ko'p aytishga harakat qilaman, prezident har qanaqa doira, sammit, imkoniyat bo'lishidan qat'iy nazar Afg'oniston masalasini eslatib o'tadilar, ya'niki hozirgi Yaqin Sharq, Sharqiy Yevropa, Janubiy Osiyodagi bo'layotgan har xil nizolar fonida prezidentimiz eslatib o'tdilarki, Afg'oniston masalasi yoddan chiqyapti. Bu juda muhim hudud, uni xavfsizligi, uni barqarorligi butun mintaqaga ta'sir qiladi. Shuning uchun uni unutmasligimiz kerak degan bir chaqiruv bilan chiqdilar. Chunki Xitoy ham Afg'onistonning qo'shnisi, uni iqtisodiy salohiyati Afg'onistonga ancha nima deydi, barqarorligiga ta'sir ko'rsata oladigan davlat. Bundan tashqari, albatta, O'zbekiston tashqi siyosatining muhim belgisi va qismi bo'lgan iqtisodiy diplomatiya. Ya'niki Xitoy bilan aloqalarda prezidentimiz bir taklif kiritdilarki, Xitoyni shu davrgacha erishgan ilmiy, texnologik va investitsion yutuqlari va bilimlaridan mintaqa foydalanishi kerak, to'g'ri ma'noda hamkorlik nuqtai nazaridan, va shu nuqtai nazardan mintaqada turli xil klaster, hublar va erkin zonalarda hamkorlik asosida bir sanoat va iqtisodiy bir hamkorlik va ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yaylik degan bir taklif bilan kirdilar. Undan tashqari, barcha shu iqtisodiy va siyosiy jabhalarda huquqiy bazani yaratish masalasi ko'tarilgan. Ya'niki, qog'oz ko'rinishida, kelishuv ko'rinishida, rasmiy ravishda har bir kelishuv va maqsadlarimizni, yo'l xaritamizni tuzishimiz kerak degan bir tizimli taklif bilan chiqdilar. Bundan tashqari, shu O'zbekistonda so'nggi yillarda kuzatilayotgan yana bir ijobiy belgi, bu faqatgina rahbarlar darajasidagi protokol uchrashuvlar emas, balkim davlat rahbarimiz bir siyosat yurityaptilarki, hududlarni bir-biri bilan bog'lash siyosati. Kooperatsiya aloqalari va kuni kecha yaqinda ham Samarqandda aynan Xitoy hududlari bilan O'zbekistondagi hududlarni hamkorligi, iqtisodiy, sanoat yo'nalishidagi hamkorligiga bag'ishlangan forum bo'lib o'tdi. Va shu nuqtai nazardan bosh vazir o'rinbosarlari darajasida shu savdo va investitsiya masalasida kengash tuzish va uni birinchi yig'ilishini shu yilning o'zida O'zbekistonda o'tkazish tashabbusi bilan chiqdilar. Bundan tashqari, ta'lim sohasida, xavfsizlik masalalarida juda ko'p tashabbuslar bo'ldi, lekin ularni doimiyligi va tizimliligi uchun nima desa bo'ladi, ortiqcha qaytarib o'tmayman. Ya'niki prezidentimiz va umuman hukumatimizda tizimli takliflar bor va ular doimiy har qanaqa hamkor bo'lishdan qat'iy nazar, har qanday sammit bo'lishdan qat'iy nazar bir tizimda yo'naltiriladi va taklif bildiriladi. Mana Markaziy Osiyo Xitoy sanoat va infratuzilmaviy belbog'ni yaratishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyani ishlab chiqarishni taklif qildi mamlakatimiz yetakchisi. Buni qanday bir ahamiyati bor mintaqa uchun, O'zbekiston uchun? Uzoq yillarga mo'ljallangan bu platformani mana tashabbuslarda ko'rishimiz mumkin. Mintaqada imkoniyat juda katta. Markaziy Osiyo mintaqasida mana shu mavzuda ta'kidlanyaptiki, mintaqa bugun noyob texnologiyalar, ya'ni IT sohasida, infratuzilmalar yaratish sohasida noyob mineral xom ashyolar bor. Shularni deyarli 10 ta mineral xom ashyoning katta zaxirasi joylashgan mintaqa hisoblanadi. Qolaversa, jahonda aytaylik, o'sha eng katta bir minerallarni deyarli o'sha 10% Markaziy Osiyo mintaqasida. Qolaversa, O'zbekiston ham bu boyda katta bir salohiyatga ega. Shularni demak salohiyatdan foydalangan holda Xitoy texnologiyalari, bugun albatta tan olish kerak, Xitoy texnologiyalari butun jahonda yetakchi hisoblanadi bu borada. Shular jalb qilgan holda mintaqada demak o'sha iqtisodiy belbog'ni yaratish masalasini, bu o'sha eng kichik aholi hududiga ega bo'lgan mamlakatdan to demak o'sha barcha a'zolarigacha iqtisodiy hamkorlikni yana ham jadallashtirish. Va yana shu o'rinda prezidentimiz tashabbus qildilarki, bugun imkoniyat, salohiyat mavjud, lekin bu hududda investitsion muhitni qo'llab-quvvatlaydigan yagona bir tizim, ya'ni jamg'arma tashkil qilish masalasini ilgari surdilar. U jamg'arma mintaqadagi o'sha loyihalarni, hamkorlik yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Endi bu borada SHXT doirasida ham Xitoyning banklari, Xitoyning katta banklari mintaqaga mablag' ajratadi, lekin u Markaziy Osiyo bo'yicha emas, Markaziy Osiyo bo'yicha alohida jamg'arma tashkil qilish va O'zbekistonga, mana mintaqaga Xitoyda demak investitsiyalarni yana ham keng jalb qilish masalasini ilgari surdilar va shu bilan birgalikda o'sha yashil texnologiyalar, raqamli Ipak yo'li
deb nomlangan savdo platformasini tashkil qilish, bu faqatgina yuk tashishda emas, hozir elektron savdo juda rivojlangan. Elektron savdoda 5 ta mintaqa davlati va Xitoy o'rtasida o'sha raqamli Ipak yo'li savdosi degan platforma joriy qilish va elektron savdolarni yo'lga qo'yish masalasini O'zbekiston rahbari tashabbus qildi. Bu albatta barcha mintaqa davlatlar va Xitoy rahbariyati tomonidan ham qo'llab-quvvatlanadi va istiqbolda mamlakatimiz va mintaqamizda juda katta bir planlari bor. Deyarli biz ham o'sha iqtisodiy rivojlangan davlatlar qatoriga kirish tashabbusimiz bor va mana shu format bu o'rinda juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ibrohimjon, mana shu energetika va transport yo'nalishi bo'ylab Markaziy Osiyo Xitoy optik tolali aloqa tarmog'ini raqamli trassasini barpo etish zarurligini alohida ta'kidlab o'tdi-da mamlakatimiz rahbari. Bu bejizga emas, bu juda ham yuqorida mana ta'kidlab o'tdingiz, o'zaro hamkorliksiz hech bir davlat o'zi mustaqil taraqqiyotga erisha olmaydi-da. Mintaqamiz uchun bu qay darajada muhim, O'zbekiston uchun qolaversa, Xitoy uchun qanday bir manfaati bor bu masala. Har bir davlatni siyosiy xatti-harakatida uni shaxsiy manfaati yotadi. Va shu nuqtai nazardan siz transport va o'sha internet masalasini ko'tardingiz. Transport masalasida yana bir jihat bo'ldiki, aynan bizning prezidentimiz eslatib o'tdilar, bizda Qirg'iziston, O'zbekiston va Xitoy temir yo'li kelishuvi bor va uni yana ham tezlashtirish va jadallashtirish masalasi. Chunki ko'ryapmizki, o'sha yuqorida ko'p aytdik, dunyo juda tahlikali harbiy nuqtai nazardan, siyosiy nuqtai nazardan vaziyatda va shu ko'rinishda, shu holatda bizga tezroq tanlov kerak. Ya'ni mahsulotlarimizni maqsadimizga, ya'ni kerakli hududlarga yetkazish masalasida degan tashabbus bilan chiqdilar va aynan internet masalasiga kelsak, ko'ryapmizki, dunyoni ma'lumotlar, ya'ni informatsiya boshqaryapti. Shu nuqtai nazardan bizga globallashgan dunyoda dunyoni ko'p tarmoqlik o'sha tez internet oqimiga qo'shilish talabi bor bizda mintaqada. Chunki ko'ryapmiz, mintaqani ilmiy, texnologik salohiyati, yoshlari talabi katta va ular tezroq global darajada natijalar ko'rsatishga, ma'lumot olishga, ma'lumot yetkazishga intilishyapti. Va shu nuqtai nazardan Xitoy hozirda dunyodagi eng qudratli shu texnologik davlat Qo'shma Shtatlarga teng ravishda raqobat ko'rsatyapti. Va shu nuqtai nazardan yaqin qo'shnimizdan yana o'sha gapimni qaytaraman, foydalanishimiz kerak, uni bilimidan, salohiyatidan va texnologiyalaridan. Va menimcha prezidentimiz ham shu g'oya asosida gapirdilar deb o'ylayman. Asror aka, mana alohida e'tibor qaratildi. Xitoyni masalan yuqorida qayta bu masalada ko'p fikrlar, ma'lumotlar beriladi. Hozirgi taraqqiyotni jadallashib borayotgani bevosita o'sha innovatsiyalar, texnologiyalarni yangi bir bosqichi taraqqiyotini bevosita o'sha hududda, davlatda ko'rayotganligimizni-da. Bu Markaziy Osiyo Xitoy sammitida mana shu ilm-fan sohasida, ta'lim yo'nalishida, aql markazlari o'rtasidagi hamkorlik masalasiga alohida to'xtalib o'tildi-da. Buni qay darajada bir ahamiyati bor mana shu mintaqaning taraqqiyotida umuman O'zbekiston uchun? Albatta, mamlakatimiz prezidenti mana shu oliy ta'lim demak o'quv muassasalari o'rtasida hamkorlik, oliy ta'lim vazirlari darajasida demak hamkorlikni kuchaytirish, bundan tashqari madaniy gumanitar sohada, turizmni rivojlantirish sohasida Xitoy shunday davlatki, dunyoda eng ko'p turisti bor davlat va bundan tashqari eng ko'p turist tashrif buyuruvchi ham davlatda. 50-60 milliongacha demak fuqarolar jahon davlati aholisi Xitoy Xalq Respublikasiga turizmga boradi. Bundan tashqari xitoyliklarda o'zi ham dunyoning turli davlatlariga turistlik, ya'ni borish bo'yicha yetakchi mamlakat sanaladi. Shu o'rinda yana mamlakatimiz prezidenti tashabbus qildilarki, bevosita mintaqada hamkorlikni yana ham kuchaytirishga xizmat qiladigan madaniy, gumanitar sohalarda o'sha Xitoy Markaziy Osiyo o'rtasidagi madaniy sohalarda Ipak yo'li tarmog'i orqali o'sha hamkorlik kuchaytirish, qolaversa o'sha madaniy sohada demak hamkorlikni yana ham jadallashtirish, faqat iqtisodiyot emas, o'sha Xitoyda har jabhada erishayotgan yutuqlarini mintaqa mamlakatlariga, ayniqsa O'zbekiston hududidagi mintaqaviy holatlarga aytaylik o'sha hamkorlikka jalb qilish masalasi aytildi va shu bilan birgalikda albatta har mintaqaning har bitta davlati, har bitta aytaylik o'sha ta'lim tizimi yutadi bundan. Ayniqsa mana shu hamkorlikdagi kadrlar almashinuvi, Xitoy Xalq Respublikasiga o'sha hududlarga borish. Qolaversa, Si Szinpin bilan prezidentimiz uchrashuvida O'zbekistondagi o'sha Konfutsiy jamiyatini o'rtasida Bangu ustaxonasi degan o'sha hunarmandchilik turli yo'nalishdagi ishlab chiqarishga qaratilgan markaz bor ekan. Shuni demak O'zbekistonda ham filialini tashkil qilish va o'zbekistonlik
kadrlarni, mutaxassislarni mana shu sohada mutaxassislar tayyorlash masalasi qo'yildi. Bu borada Xitoy albatta O'zbekiston va mintaqa uchun o'zini demak imkoniyatlarini ochadi va bu imkoniyatlardan albatta mintaqa mamlakatlari foydalanib, o'zini demak yo'nalishida mana shu katta yutuqlarga erishishi mumkin. Ibrohimjon, sammit yakunlarida qabul qilingan hujjatlar haqida to'xtalsak, bu hujjatlarni qanday hujjatlar qabul qilindi, bunda qanday ahamiyati bor sizning uchun? Sammit oxirida eng muhim ikkita hujjat imzolandi. Birinchisi bu albatta Ostona deklaratsiyasi, ya'niki ushbu uchrashuvni bir nuqtasi, rasmiyatchilik, va ikkinchisi biz uchun juda muhim bo'lgan strategik ahamiyatga ega bitim bu abadiy qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risida. Va ushbu kelishuvni mohiyatini tushunish uchun biz sal biroz kengroq qarashimiz kerak vaziyatga, ya'niki biz eslatib o'tdik, dunyoda nafaqat harbiy, balki iqtisodiy nizolar, ekologik muammolar, juda ko'p barcha sohalarda muammolarimiz bor va shu nuqtai nazardan shunaqa tahlikali davrda bizga ishonchlik, strategik, ya'ni uzoq muddatli sheriklar kerak va Xitoyni bizni qo'shnimiz, do'stimiz va hamkorimizligini yuridik nuqtai nazardan tasdiqlash maqsadini amalga oshirdik va bu yerda bir jihat bor, bilasizmi, O'zbekistonni so'nggi yillardagi siyosatini bir muhim elementi bor, bu xavfsizlik doiralari. Ya'niki O'zbekistonga prezidentimiz 2017-yilda islohotlarni boshlaganlarida birinchi o'rinda birinchi xavfsizlik doirasini yaratdilar. Ya'ni O'zbekiston atrofidagi Markaziy Osiyo davlatlari atrofida xavfsizlik doirasi yaraldi. Ya'niki siz qachonki xalqingizni farovon qilmoqchi bo'lsangiz va uni xavfsiz holatda saqlamoqchi bo'lsangiz, sizga xavfsiz qo'shnilar kerak, mahsulotlaringizni sotishingiz uchun, harakatlanish uchun. Va birinchi missiya bajarildi. Undan keyingi ikkinchi missiya, ikkinchi xavfsizlik doirasi bu Markaziy Osiyo mintaqalarining qo'shnilari darajasidagi barqaror hududlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, xavfsiz hudud yaratish va hozir menimcha aynan shu harakatdamiz, ya'niki Xitoy, Janubiy Osiyo turli mintaqalardagi konfliktlarga ham O'zbekiston faol pozitsiyasi bilan uni tinchlikka va barqarorlikka chaqiryapti va ushbu bitim ham Xitoy yo'nalishida, ya'niki sharqiy yo'nalishda Markaziy Osiyoning aniq pozitsiyasi, ya'niki biz hamkorlik va do'stlikka, o'zaro manfaatli hamkorlik va do'stlikka yuzlanganmiz degan bir jiddiy signal beradi deb o'ylayman. Xulosaviy fikrlar, qanday bir fikrlarni aytsak bo'ladi? Mana rejissorimiz ishora qilyapti. Albatta, ushbu sammit mintaqani keyingi yillardagi demak iqtisodiy barqarorligiga, xavfsiz barqaror iqtisodiy taraqqiyotga, qolaversa mintaqa hududida demak iqtisodiy taraqqiyot, har narsa albatta iqtisod bilan belgilanadi va yuqorida mana aytilgan ikkita muhim hujjat mamlakatlarni tashqi hamkorlik sohasida Xitoy bilan hamkorlikda bu abadiy do'stlik, qo'shnichilik va aytaylik o'sha strategik hamkorlik bitimi Xitoy ancha-muncha mintaqa bilan imzolamagan, ayniqsa biz bilan mana imzolab mintaqada barqaror o'sishni olib keldi va dunyodagi vaziyatni ko'rib turibmiz. Ishonch muhiti kamayayotgan, turli demak bloklar shakllanayotgan bir vaziyatda mintaqada demak Xitoy, Markaziy Osiyo mamlakatlari hamdo'stligi shakllanishi, qolaversa biz loyiha qilgan qator demak dasturlarga mana prezident aytib o'tganlar, Trans-Afg'on temir yo'lini qurish masalasi, u hududda ham mintaqani hamkorlik kuchaytirish hamda o'sha tizimni demak shakllantirish orqali Xitoyni demak dunyoning boshqa nuqtalariga bog'lashda mintaqa zarurligini demak ta'kidlash mumkin. Bir so'z bilan aytganda, mintaqa taraqqiyotining barqarorligining asosiy bir omili sifatida xizmat qiladi. Eng muhim bir masala bu tinchlik ne'mati, bu juda ham qadrli. Ayni shu kecha kunduzda juda ham sezilyapti bu mintaqadagi tinchlik barqarorlikni ta'minlashda, davlatlar o'rtasidagi abadiy qo'shnichilik, do'stlik aloqalarining mustahkamlanishi bu har jihatdan ahamiyatli. Ostona sammiti, Ostonada bo'lib o'tgan o'sha Markaziy Osiyo Xitoy ikkinchi sammitining ahamiyati shu jihatdan ham juda ham bir ahamiyatli bir holatlarni guvoh bo'lyapmiz. Mana shu 5 ta mintaqamizdagi davlatlar yetakchilari, qolaversa Xitoy rahbarini o'zaro do'stona muloqot qilib yuzma-yuz mana bunday bir kelishuvlarga kelishi, muhokama qilinishi, o'z navbatida hamkorlikning yangi bir bosqichini boshlab berilganligi tegishli imzolangan hujjatlar orqali bu albatta mintaqamizni taraqqiyoti uchun juda ham ahamiyatli. Bundan xalqimiz farovonligi, mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlanishda juda ham ahamiyatini his etyapmiz. Biz navbatdagi dasturlarimizda O'zbekiston 24 telekanalida ushbu mavzudagi muloqotlar davom etadi. Tashrif uchun, ishtiroklaringiz uchun, fikrlar uchun sizlarga tashakkur. Aytadigan xulosaviy fikrlarimiz, albatta Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy o'rtasidagi aloqalar yangi bosqichda ko'tarilmoqda. Sammit doirasidagi uchrashuvlar va kelishuvlar nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va madaniy sohalarda ham keng qamrovli hamkorlik imkoniyatlarini ochib beradi. E'tiboringiz uchun tashakkur. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi.